Hozirgi kunda Qo'shtepa tumanimizda 39650 ta suyultirilgan gaz iste'molchisi mavjud. Shu iste'molchilarga Qo'shtepa tuman gaz tomonidan xizmat ko'rsatiladi. Suyultirilgan gaz oylik fondimiz 567 tonnani tashkil qiladi. Bugungi kunga hisoblaganda ajratilgan fondni orqada qolmasdan olib tarqatyapmiz aholiga. Aholimizga qulaylik tug'dirish maqsadida, naqd pul bilan muomala qilish jarayonlarini tezlashish maqsadida hozirgi ID karta orqali tarqatilyapti. Endi yangi tizim qo'shildi, bunga Face ID tizimi qo'shildi. Face ID tizimi orqali tarqatilyapti. Begona odam gaz ballonni olib ketolmaydi endi. Faqat o'sha Face ID tizimi tasdiqlagan shaxsgagina suyultirilgan gaz berilyapti. Qo'shtepa tumaniga suyultirilgan gaz GTSH orqali quyiladi. Gaz to'ldirish shoxobchasi shularga yetkazib kelinadi gaz. Asosan Qashqadaryo viloyatidan yetib keladi suyultirilgan gaz bizga. Ushbu suyultirilgan gazni olib kelib, biz bu yerda ballonlarga quyib, aholiga yetkazib beramiz. Hozirda aholiga yetkazib berish 40-45 kun oralig'ini tashkil qilyapti. Kuz-qish mavsumiga biz tayyorgarlik ko'rganmiz, chora-tadbir ishlab chiqilgan. Hozirda kuz-qish mavsumiga tayyormiz. Mahsulotdan muammo yo'q. Zaxira gaz ballonlarimiz bor. Hozirda 740 ta zaxira gaz ballonimiz mavjud. 7 ta mashina orqali xizmat ko'rsatamiz aholiga. Hamma xodimlarimiz avtotransportga biriktirilgan, o'zi mahallasiga biriktirilgan. Idoramizda shuningdek kuz-qish mavsumiga 24 soatlik navbatchilik tashkil qilingan. Biz mana oldimizga reja qilib qo'yganmiz, Yangi yil bayramigacha barcha tumanimizdagi yetkazib berilmagan suyultirilgan gaz iste'molchilariga suyultirilgan gazlarni yetkazib beramiz. Hammalari niyatimiz Yangi yil bayramida suyultirilgan gazdan muammosiz kutib olishadi bayramni. Shuningdek idoramizda kuz-qish mavsumiga 24 soatlik navbatchilik tashkil qilingan. Navbatchilik tushayotgan hamma murojaatlar o'rnida bartaraf qilinyapti. Iloji boricha aholini norozilik keltirib chiqarmaslikka harakat qilyapti. Men Qo'shtepa tumani Qoraqushi mahalla fuqarolar yig'ini Hamkor ko'chasi 37-uyda yashovchi Cholim Marjon Mo'minovichman. Gaz ta'minoti xodimlari tomonidan gazlarimiz o'z vaqtida suyultirilgan gaz yetkazib berilyapti. Hozir qishki sezon bo'lganligi uchun 40 kun, 45 kunlarda suyultirilgan gazni yetkazib berishyapti. Men shu gaz idorasi xodimlaridan minnatdorman.